Assalomu alaykum, hurmatli asarchilar. Chumoli kislotasini qo'llashda bo'yicha 1-iyundan boshlab har xil tajribalar o'tkazyapmiz. Xo'p, gel chumoli kislotani gel ko'rinishida ishlatganimdan tashqari bunaqangi fitil qilganman, ko'rinyaptimi? Bu oddiy bir idish. Bir uchi idish tagigacha boradi, bir uchi bu yoqdan idish tagigacha yetib borish kerak. Bunga chumoli kislotasi va glitserinni aralashtirdim. Chumoli kislotasi 65%. Glitserin qancha qo'shganimni videoning oxirida aytaman. Xo'p, qancha dozada beramiz? 25 ml tayyor rastor qo'yiladi shunga. Ichida turadi. Ichigacha tiqib olib turib, shimitib olib turib, mana bu fitil shimib olgandan keyin sekin bunday tortib turib, osiltirib qo'ysangiz, sekin bug'lanaveradi. Bu usulda biz iyul oyida ham qilganmiz, paxtada, dalada. Yaxshi bug'langan. Mana shu bug'lantirgichlar o'sha iyulda ishlatganlarimiz. Undan keyin kecha yaqinroq ko'rsat. Mana 3 hozir nam turibdi, oxirlari bug'lanib turibdi. Keyin mana bunda uncha bo'lsa ekan, mana asalarilar chaqqa bug'langanidan. Oldingi tajribamda mana bu ipni kartonga tekkizib qo'ygandim. Ipni uzun qilib qoldirgandim. 3 kunda mana shu hamma suyuqlik bug'lanib ketgan edi. Juda ham tez bo'lgan bu. Bunaqangi usulda ham dorilasa bo'ladi-yu. Men uzoqroq vaqt davomida bug'lanadigan yechim qidirayotgandim. Shuning uchun fitilni kesib, kaltaroq qilib kartonga tekkizib qo'ygan edim. Endi hozir kartonni olib qo'ydim. Yana bir hafta bug'lanadimi ko'ramiz. Shunaqangi omadli tajribalar bo'lgan. O'ziga xos nyuanslar bor bunda. Mana birinchi marta ishlatganimda men uyda turgan eski ipni ishlatgandim. Bu yaxshi tezlashimda. Agar bunaqangi yangi ip olsangiz, buni bir marta shu voq turgancha kirmoshnaga sovurish kerak ekan yoki paqirga, suvga yutib qo'yish kerak. Bu qandaydir suv shimmaydigan qoplamasimi yoki yangiligida suv yaxshi shimmas ekan. Mana shu kislotaning ichida anchagacha suv shimmay turdi. Kislotani shimmay turdi. Agar yutib qo'ysangiz, uni tiqib olganingizdan keyin ichida shimib olgandan keyin shunday tortib turib, yengil tortib turib, baqa osiltirib qo'ysangiz bug'lanaveradi. Oilaning kuchiga qarab 3 kundan 5 kungacha bug'lanadi. Shu iyun oyida qilganimizda ham umuman ariga zarar yetkazmadi, faqat dozasi kam bo'lishi mumkin. Dozasi kam bo'lganda biroz kana qoldig'i bo'lishi mumkin. Gel shaklida iyun oyida 2 marta qo'ydik. Shundan keyin dorilavermadik. Qancha bor kana shuni bilib dorilaylik dedik. Avgust oyining boshida chumoli kislotasi qo'yib tekshirib ko'rdik. Sentabr oyida qo'yib tekshirib ko'rdik. Ikkovsida ham juda ham past oz kana tushgani uchun biz arilar dorilamadik. Faqat boqdik. Juda kam vaqt sarfladik. Asal olib olib qisqartirganimizcha arni faqat boqdik. Ochib ko'rganimiz ham yo'q. Qisqartirganimiz ham yo'q. Chunki ari ko'paydiki, ari kamaymadi. Ana shu iyun oyida yaxshi dorilanganligi uchun arilar paxtadan keyingi asalda ozaymadi. Oldinlari paxta asal olganingizdan keyin ozayardi. Nazarimda shu nafaqat asal yig'ib ular iznos bo'ladi, kamayadi, faqat shu kana borligi uchun ham kamayadi. Nima uchun kana постоянно bo'lyapti? Bizda chunki rasplot ichidagi kana yo'qolmayapti. Ustidagini to'kaveramiz dorilarda.
to'kaveramiz. Kuzgacha yetib kelyapti. Lekin mana bu kislotani, chumoli kislotasi rasplodni ichiga kirib, varatozda tropini o'ldirishi bu isbotlandi. Hamma o'zi bilyapti, ko'ryapti. Shotkalab, rasplodni betini shotkalaganimizda yaxshi zo'r o'lyapti. Mana bu chumoli kislotasini bug'lantirgichlarda gel ko'rinishda yoki bunaqangi fitil ko'rinishdagi bug'lantirganda ham rasplod ichiga kirib o'ldiryaptiki, 2 marta dorilaganimizdan keyin keyingi oyda уже to'kilmayapti. Avgustda to'kilmadi, sentyabrda ham to'kilmadi. Endi hozir mana sentyabr oxiri keldi. Varatozda tropin umuman alomati yo'q. Lekin biz yoppasiga dorilashdan ko'ra yana tekshirib ko'raylik. Shavel kislotasini 2% qilib eritib keldim. 1 litrga 20 gram shavel kislotasi eritib keldim. Hozir bitta boshqa oilaga dorilab tekshirib ko'ramiz. Keyin bilamiz qancha kana bor, yo'q. Bitta o'ziga xosligi bor. Mana bu nima bug'lantirgichda aynan rasplod ustiga qo'yish kerak. Asosiy главный ramkada agar rasplod bo'lsa, unda oldiga bitta sush qo'yib qo'yish kerak yoki pergali ramka yoki vashina ramka qo'yib qo'ysangiz, holsiga yopib qolib, mana bu ramkani ustiga bulchka berk bo'lsa, ashatdagi rasplodgacha, kanalagacha kislota yetib bormadi. Pastga sekin bug'langanligi uchun rasplod ustida bo'lganlarida yaxshi bug'lantirdi. Yaxshi bug'lanib tozaladi kanalni. Davay shavel kislotani ko'rsatib shavel kislotani eritdik. Oldinlari oddiy ichimlik oqova suvda shunday olib turib eritardik. Lekin Kashkovskiy qaynatilgan suvda ishlatinglar, yumshoq suv ishlatinglar deganiga filtr suvda qilib ko'rdik. Yozda ishlatib ko'rdik. Filtr suvda shunday zo'r erib ketadiki, filtrlangan suvda 100% erib ketyapti. Oddiy grant suvda bo'lsa, bir oq ko'rinishda bo'lardi. Bu hozir o'ta prozrachniy. Chumoli kislotasini sinov jarayonida men bitta yashigimdagi aridan mahrum bo'ldim. Glitserinsiz dorini o'zini shimdirgan edim. Даже kuz oyida ham, sentyabrda ham kuchlilik qildi. Mana shu oylar to'liq o'lib ketdi. Bir kun ichida o'lib ketdi. Bu oilada bunaqangi tayda setka bor edi. Kanani sanaydigan orqasidan chiqarib turib sanardim. Shunaqangi qulayligi bor edi. Hozir boshqa oilani sinash uchun o'shani ko'chirib o'tkazmoqchiman. Yaxshigina og'rib qoldi. Shavel kislotada qana dorilashimni ko'rsatib ketaman. Ikkita ishni bittada qilay dedim. Hali kech kuzda sublimator bilan ham ishlaganda shuni boshqalarda tekshirib turaman постоянно. Shuning uchun shu qulayroq yashikka ko'chirib olaman. Adashma shavel kislotani 4 xil ishlatsa bo'lar ekan-da. Qaranglar. Boshqatdan sanab o'taman. Birinchi usulda shunday prosta oralariga tomizib chiqasiz. Buniki pastroq bo'ladi albatta. Chunki oqizganingizdan keyin olib qarasangiz, ko'piga hammasiga teggan bo'lmaydi. Hammasiga tekkan bo'lmaydi. 100% tekkan bo'lmaydi. Keyingi usulda mana shunaqangi 4 barmoq ochiq qoldirib turib, burchak ostida 15 gradus burchak ostida sepib chiqsangiz bo'ladi. Bunday qilasiz. Shu 4 ta barmoq kiradigan. Mana qilib sepib chiqasiz. Undan keyingisi endi usuli bas-ku, foydalanish yo'li. Olib turib sepib chiqish kerak. Bunda endi 100% ko'rasiz, hamma yo'g'iga tekkan.
ligini bilasiz. 100% tegadi. Undan keyingisi yengil sepasida hammasi sep bo'lganingizdan keyin yo bir boshni sepganingizdan keyin bunaqa qilib qoqasiz idorlash kerak. Bir kishi dorlab tursa, bir kishi qoqsa, hozir kislota faqat ustiga tegsa, qoqqaningizda polniy taylarigacha, mana bu badan taylarigacha tegadi. Yana bilasizlar, tagida yashiringan bo'ladi. Onarim aytdi ekan. Bunaqangi bittalab olib sevib chiqsangiz, sublimatorda ishlov berganingizdan ham foizi ko'proq to'kiladi. Rasplotniy ramkalarda ozroq ekan, bularda ovqati yaxshi yetarli. Yaxshi. Rasplodi chiqqanda o'rtadan ramkani olib qo'ysam, ovqat normal yetarli. Men kuzda arini umuman oshchi ko'p qisib yormayman. Ko'proq erta bahorda qisaman. Chunki arilar ham qulubni o'zi tayyorlaydi. Kerakli hajmda. Kengayib, torayish xususiyatiga ega albatta. Men uchun kuzda ko'p qismayman. Bu hali qisishim emas. Rasplod kelganda oktyabr oxirida menimcha ikkita ramkasini orqaga olib qo'ysam kerak. Yoki ovqat yetarli bo'lsa shunday qolaveradi. Xo'p. Ichilga qancha glitserin qo'shdim? Paytga qarab, tashqi temperaturaga qarab 4 ga 1 yoki 5 ga 1 nisbatda. Yozda issiq kunida 65% lik kislota и 4 ga 1 nisbatda glitserin. Mana bu temperatura pasayganda chumoli kislotasini foizini ham balandroq olsangiz bo'ladi. Glitserinni ham kamroq qo'shsangiz bo'ladi. 5 ga 1 nisbatda qo'shsangiz bo'ladi. Faqat chumoli kislotasini kech kuzga ishlatib bo'lmaydi. Kechki temperatura shu 15 gradusdan baland bo'lishi kerak. Hozir men mana shu shavel kislota qancha to'kilishiga qarab shu kunlarda ishlatib qolmoqchiman. Shunaqa gaplar, hurmatli asarlarchilar. Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Yoqsa albatta like qilinglar. Like degani bu rahmat degani. Like deb bossalaring axlat ko'payadi, YouTube ko'pchilikka tavsiya qiladi. Meni klientskiy bazam oshadi. Bu sizlarga rahmat deganlaring bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat. Endi bu oilalarda faqatgina rasplod tugaganda dorilayman, ungacha bezovta qilmayman. Menimcha shu to'g'ri yo'l.